Aynan men shar kesishimni gapirayotgan chala ustalar. Mana shu Rolls-Royce mashinani oralaringdan bittang qilgansanlar. Aynan kim qilganini aytaymi? Yo, lekin men aytmayman kim qilganini. Men o'sha bolani qilgan ishini ko'rsatib beraman bo'ldi. Men shar nimaga kestiraman? Mana shu mashinani kuzovini kesib yormasin deb bolalarimga ham o'zim ham mana shuni har kuni shug'ullanib kesaman. O'zing ham ko'rib turibsan shu videoni, o'zing uchun bilib olgin qilgan xatolaring. Mana shu bokovoy broni plyonka qilaman deb polni chizib qo'yilgan mashina. Aynan mana shu mashinada yana qatlari kesilinganini sizlarga ko'rsataman. Oldi bamfer polni roz kesilingan. Mana ichlari bilan kesilgan. Lekin plyonkani mana bittan qaytarib qo'yishgan. Mana lekin kesilgan joy mana. Zo'r ustasanlar, bironi afzujat qilasanlar. Lekin mana bu narsalarni xatolarni to'g'rilab qo'yish kerak jigarim. Mana bu yoq tomon bokovoylar ham kesilingan. Kapotlarni ham bitta ko'rsatib qo'yildi. Plyonkaning o'tib yordi deyshadi. O'zligini plyonkaligidan xabar yo'q nima bo'layotgan. Mana shu mashinani aynan sana oldinga jo'natib yuboraman. To'g'rilab chiroyli qilib beraman.